control and repair works. Sifat nazorati, ta'mirlash ishlaridagi sifat nazorati tarjimasi bo'ladi. Endi bu asosan the informations are based on FHWA, AASHTO, NBIS standards. Yani bu çiftlik demek GOST'lar. Bizler GOST hamakla deyimiz bu. Burada demek ko'proq mamlu standartlar. Yevropa davlatlarida va Amerikada demek AASHTO ko'proq ishlaydi. Yani shular asosiy standart hujjatlar hisoblanadi. Okay. Look at this screen. The state of urban artificial structures. Why quality control in repairs is critical? Yani nimaga ta'mirlash ishlarida sifat nazorati muhim? What do you say? Here you can see the data, the information about the bridges and their qualities in 2025. Okay? Currently 2025 SCE infrastructure report card. 49.1% of the US bridges are in fair condition. Yani bu Amerika'da 49.1% ko'priklar yaxshi ahvolda, in a fair condition. 44.1% are in good condition. And 6.8% remain in poor condition. Yani 49.1% yaxshi ahvolda, zo'r ahvolda. 44.1% qoniqarli ahvolda. 6.8% demek juda ham yomon ahvolda, poor condition. Okay? Endi bu umumiy ma'lumotlar kelyapti, statistika. About 1/3 of the nation's 623,000 bridges need repair work or replacement. Without rigorous QC, repair interventions may fail prematurely, compounding the structural degradation already underway. Yani, o'sha davlatdagi, Amerikadagi 3/1 ko'priklar, sonning umumiy 3/1, ya'ni 623 ming dona ko'priklar hozirgi paytda ta'mirtalab ahvoldaligi haqida ma'lumotlar kelyapti. Endi biz biladigan o'sha Amerikani o'zida ham demak ko'priklar sifati qaysi ma'noda eski ko'priklar bor, yomon ahvoldagi ta'mirtalab ko'priklarimiz bor ekan bu yerda. Okay. Infrastructure condition by the numbers. Here you can see the informations like 221.8 thousand bridges need major repair or replacement nationally. Bu ham o'sha polностью demek ma'lumotlar kelgan va bu ma'lumotlar demek 2025-yildagi demek infrastructure report carddan olingan ma'lumotlar hisoblanadi. Ya'ni bu yoqda ham qanchadir ming dona ko'priklar ya'ni ta'mirtalab ahvoldaligini ko'rishingiz mumkin. Bu Amerikani o'zida misol uchun. Okay, this one. Governing standards regularity requirements. The National Bridge Inspection Standards require every public highway bridge to undergo routine inspection at intervals not exceeding 24 months. Yani, the National Bridge Inspection Standards deganda bu milliy ko'prik nazorat standartlari talablariga ko'ra har bitta demak ko'prik nima qilish kerak ekan? 24 oydan o'tmagan holatda doimiy ravishda nazoratdan, ya'ni sifat nazoratidan o'tib turish kerak ekan. Bu endi Amerikadagi demak standartga ko'ra. Okay? And provides a comprehensive framework for steel fabrication inspection and testing. Mandates strict requirements for well quality, bolt connections, dimensional accuracy, and protective coatings to combat environmental stresses in urban settings. And bu yerda nimani ko'rishingiz mumkin? Bu metal ko'priklar haqida gapiryapti va uni sifat nazorat qilish bo'yicha. Bunda har bitta o'sha boltli bog'langan joylari, payvandlangan joylari, undan tashqari o'lchamlarni aniqligi, to'shamalarni haqida bu yerda ma'lumotlar kelyapti. The AASHTO NBA governs inspection and load rating procedures incorporated by the reference in NBIS. It defines
QA tests the use of sampling and other measures to verify the quality level of the entire bridge inspection load rating program. Here you can see the structure of quality control in repair works. Yani sifat nazoratini strukturasi qanday amalga oshiriladi? O'sha ketma-ket ketadi. Ko'rish mumkin. Repair plan, ya'ni ta'mirlashdagi rejasi, loyihasi ishlab chiqiladi. Undan keyin active repair phase, on-site QC, material testing, workmanship control. Bundan keyin demak aktiv ta'mirlash bosqichi. Bu yerda demak o'sha joyimizdagi demak nazorat, materiallarda sinovdan o'tkazish va ishchi kuchini demak nazorat qilish bo'yicha demak ma'lumotlar to'planadi va yig'iladi. Post repair verification, acceptance testing, documentation handover. Bundan tashqari mana bu boshqalarga bu oxirgisi. Pre-repair assessment. Ya'ni ta'mirlashdan oldin yapiladigan ishlar, condition survey, load rating, defect mapping. Ya'ni har qanday demak ko'prik bo'lsin, tunnel bo'lsin, yo'l o'tkazish bo'lsin, ular demak oldindan so'rovnomaga o'xshagan ma'lumotlar o'tkaziladi, yig'ilib to'planadi. Load rating, ya'ni yuk ko'tarish qobiliyati sinovdan o'tkaziladi, defect mapping. Ya'ni undagi bor nuqsonlarning kartasi, kichkina xaritasi ishlab chiqiladi. Qaysi elementida qanaqa nuqson borligi mapping qilib ishlab chiqiladi, karta qilib tuziladi. And the last one is post repair verification. Ya'ni uni tugatgandan keyin, ta'mirlashdan tugatgandan keyingi demak hujjatlar to'planish. Acceptance, testing, documentation and handover. Ya'ni oxirgi demak yakuniy hujjatlar to'planib eksploatatsiyaga topshiriladi. This four-stage quality control cycle, one of these FHWA and AASHTO guidelines ensures that repair works are systematically planned, executed, tested, and verified before structures are returned to service. Ya'ni o'sha to'rt bosqichdagi ishlar ketma-ketligi yoki mana cycle degani zanjiri, ishlar zanjiri mana bu ikkita standart asosida, ya'ni Yevropa davlatlarida ikkita standartlardagi ko'rsatilgan talablar asosida amalga oshirilishi kerakligi haqida, o'sha bo'yicha reja qilishi, o'shalar bo'yicha tekshirib borishi haqida direkt ma'lumotlar ketadi. Yes. Here, condition assessment, non-destructive testing. Endi boya oldingi gaplashganimizda qanaqa qilib non-destructive testing degani uni buzmasdan turib uni sifatini aniqlash mumkin. Degan o'shanga bog'liq yo'llarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bizda misol uchun betonni sifatini ko'radigan bo'lsangiz, siz uni kubiklar yasab turib, press-tagiga qo'yib, standart bo'yicha sindirib ko'radigan. Endi bunda qurib bo'lingan obyektni siz uni qaytadan buzib ko'ra olmaysiz. Uni buzmasdan turib aniqlaydigan usullar bor. Non-destructive testing degan usullar bor. The first one is ground penetrating radar, GPR deb nomlangan. Bu qanaqa? Bu yerga o'rnatish qilinadigan radarga o'xshatadigan radar. What can we do with it? Detects voids, locates rebar, assesses slab thickness, delimitation bridge decks, retaining walls, and tunnel linings. Why do we use it for subsurface inspection without damaging the structure? Bu pribor yordamida biz demak konstruksiyani buzmasdan aniqlashimiz mumkin ekan. Bunda nima qilingan? Bunda delamination degan prosess ko'rildi, ya'ni beton bilan armaturani bir-biridan ishlash qobiliyatini yo'qotishi, ajralishi. Uni ham aniqlash mumkin ekan. Har bitta demak o'sha agar armaturlarda thickness degan qalinligini aniqlash mumkin ekan, ya'ni buzmasdan turib ichidagi armaturani. Bundan tashqari demak har xil demak ichki bizga ko'rinmaydigan nimalarni ham demak yorqinlarni aniqlash mumkin. Bu yordam. The second one is impact echo. Bu echo degani qanaqa desa bo'ladi o'zbek tilida? Shunaqa bir tovushga o'xshagan, ya'ni tovushni borib qaytish natijasida aniqlanadigan ishlash prinsipi shunaqa bo'lgan pribor. Ya'ni locates
flaws and defects in pavements, bridges, tunnels, piers, and seawalls. Measures concrete slab thickness with accuracy of 3% or better. Qarang, o'sha betonni ichidagi nima qalinliklarni, aniqroq qalinligini 3% aniqlikda aniqlab beradi. Hisoblash mumkin ekan. Effective for detecting delaminations in bridge decks. Bu ayniqsa juda ham effektiv hisoblanarkan. Nimada? Delamination prosesida demak bo'layotganligidan yoki bor yo'qligini aniqlashda juda ham samarali pribor hisoblanadi. Third one, ultrasonic pulse velocity. Nima qiladi bu pribor yordamida? Bu assesses bridge decks, tunnel linings, and structural slabs. Damage to concrete is detectable when degradation exceeds 60% of ultimate strength, used after fire or flood events in urban environments. Bu nima qilinadi? Bu ko'proq o'sha konstruksiyani, ko'tarish qobiliyatini aniqlashda juda ham bir samarali pribor hisoblanadi. Buni qaranglar. Bu priborlar nimaga tanishtirib o'tyapmiz? Bular hammasi o'sha sifat nazorati, ya'ni quality control'da tekshirishda foydalaniladigan priborlar. Boya aytganimdek, texnazorlar shu priborlar yordamida kerakli bo'lgan ma'lumotlarni qo'lga kiritish mumkin, ya'ni sifatlar bo'yicha ma'lumotlarni qo'lga kiritish mumkin. Infrared thermography identifies delaminations, moisture intrusion, and ducts with the deficient grouted post-tension structures. Field tested by FHWS as part of the next generation bridge inspection technology. Bu demek keyingi zamonaviy shunaqangi bir tekshiradigan pribor hisoblanadi, texnologiya hisoblanadi. Undan tashqari moisture intrusion, ducts with deficient grouted post-tension structure, ya'ni oldindan o'sha zo'r qilingan armaturlar holatini, undan tashqari o'sha namlik xususiyatlarini va undan tashqari buni ko'rganingizdek delamination xususiyatlarini